Biz ko'p gapiryapmiz, lekin joylardagi men aytgan tashkilotlar kalamushdek tarmashib olgan tadbirkorga. Hammamizga xudo bor. Men buni hammasini bilaman o'zim. Kimdir kalavani uchi qayerdaligini ham bilaman. Bu kurash bu. Kurashga tayyor odam, kurashgan odam yutadi. Nimaga? Oldin ishlagan ham bir edi, ishlamagan ham bir edi. Hozir kadr yo'q shunday qilib. Hammani o'g'riga chiqardik, hammani to'g'rini ham o'g'ri qildik hammamiz. Men konstitutsiyani bajarishim shart. Biz konstitutsiyani paymon qilganimiz o'zimiz. Ertaga so'rakka odam yo'q rayonda. Rayonda kim qiladi? Shuncha muammolar bor. Agar hokimning obro'yini shunday beobro'y qilib tashladi. Bitta kechirasiz qalam sotib olish uchun moliyadada o'tirgan oldingi rahbar bir ma'naviyatsiz, ma'rifatsiz ruxsat so'rardi. Tag'i izdevasiya qilib, местный byudjetni перевыполнениясini ham 5% dan berishga o'zlari qo'l qo'yish kerak edilar. Bir janob bir vallomat o'tirdi bizda bir iqtisodchi 20 yil. Bundaqa ish bo'lmaydi. Ikkinchidan, bironta vagon kiyganlar kim bo'lishidan qat'iy nazar, hammasi o'zining ishi bilan shug'ullanadi bundan bog'liq. Bahoni men sizlarga prezident beradi. Shuni hamma bilish kerak. Yaxshi ishlaslaring ham, o'g'ri bo'lsalaring ham o'zim beraman. Ular menga advokat bo'lmasin. Shuning uchun biz hozir kadr yo'q shunday qilib. Hammani o'g'riga chiqardik, hammani to'g'rini ham o'g'ri qildik hammamiz. Bir so'm pul qolmagan. Bir so'mni ham bermagan. Astrogorskiy, Sastrogorskiy, Gastrogorskiy bir komanda bor. Faqat mendan qo'rqardi ular. Hozir hammasini aytib yubordim. Yana ikkita oshlasi qolgan yerda. Mana bu yil byudjetda hamma tushumlarini bajardi. Qoraqalpog'iston 90 milliard pul o'ziga qolyapti. Bitta hududda. Nimaga? Oldin ishlagan ham bir edi, ishlamagan ham bir edi. Nimaga desangiz, rayonda hokimlar o'zini moliyachi bir iqtisodchisi bilan u pul tushgan bilan unga tushmaydi-ku, Astrogorskga tushadi. Suv yo'q, gaz yo'q, больница yo'q, detsat yo'q, issiqlik yo'q. Astrogorskiy biladimi Qoraqalpog'istondagi sharoitni? Astrogorskga o'xshaganlar yashaganmi Qoraqalpog'istonda? Mana shu uchun mana o'rtoq Yerniyazov o'tiribdi. Bu yil 90 milliard byudjetga pul qoladi. Kelgusi yil men ishonaman. Kecha men nimaga bordim? Qancha ishlar qilyapmiz? Eng kamida 300 milliard byudjet mahalliy byudjetga qoladi. 300 milliard meni hisob kitobim bor. Har bir viloyat agar shuni harakat qilsa, ana odamlarning dardi, ana odamlarning manfaati, ana hokimning obro'yi. Hokimning obro'yi kimning obro'yi? Davlatning obro'yi. Bitta pokon kiygandek emas, qattiq charchagan. Charchab bo'lgan odamlar. Biz tariximizda 37-yilda ko'rganmiz. Endi zamon o'zgardi endi. Hamma o'zining ishi bilan shug'ullanish kerak. Yana bir marta aytaman. O'sha 5 ta rahbarga vallomat bo'lmaydimi? Viloyatda ham, shaharda ham, rayonda. Hokim prezident vakili. Hokimni muhokama qilishga ana o'tirgan bir ikkita noinsoflar hech kimda haqqi yo'q. Hokim prezidentni konstitutsioniy vakili. Hokimda aybi bo'lsa, menga yozasan o'sha. Keyin esa biz hokimni jinoyatga tortamiz va o'sha prezident nomenklatura qamab qo'yib, keyin hokimga prezident xat yozasizlar. Kim shuni qilsa, jinoiy javobgarlikka o'sha qilgan tashkilotni rahbari tortiladi. Mana shu hozir xalqimiz manfaatini bo'lgan ishga halovat endi. Bu bo'ldi. Men shu tizimning ichida o'zim ham o'sganman. Xudodan iltijo qilamiz, ilohim u kunlar bizga hech qachon qaytib kelmasin endi u balo qazo. Lekin bundan bag'i men bu narsaga hech kimga vallomat bo'lsa ham ruxsat bermayman. Davlatga qaytgan ko'p shu odamni o'qishga harakat qilaman. Endi qani endi vaqt bo'lsa, juda ko'p bizning hayotimizdagi gaplarda aytgan. Mana bitta gap. Qarang, u nima deb aytgan? Ba'zilar tadbirkor deganda sog'in sigirni men jaydarsini topdim-da, endi sizlarga to'g'ri bo'lakkan. Ba'zilar tadbirkor deganda sog'ir sigirni faqat sanoqli odamlargina tadbirkor deganda og'ir aravani tortayotgan mashaqqat mehnatkash otni tushunadi. Ba'zilar tushungan, faqat ba'zilar og'ir aravani tortayotgan mehnatkash otni tushunadi. Agar mana shuni tushunsak, men o'ylayman bu Cherchill bekorga bu gapni aytmagan. Albatta bu gapni aytish u manslarda qo'llab-quvvatlab qarsak olish u to'g'ridir. Lekin men qarsak uchun emas, yuragimda armonim bor. Biz ko'p gapiryapmiz, lekin joylardagi men aytgan tashkilotlar kalamushdek tarmashib olgan tadbirkorga. Lekin ular bilmayaptiki, ularning oyligini byudjetga tushayotgan pul ularning puli. Tadbirkor ishlasa byudjet bo'ladi. Tadbirkor ishlamasa byudjet hech qachon bo'lmaydi. Xudo xayrlaring deb aytsin. Shuni bilinglar. Shuning uchun qanday qiyin bo'lmasa ham juda ko'p o'yladim. Yana bir komissiya tuzib, yana bir tadbirkor, yana ikkinchi. Bundan keyin men o'zim bir oyda bir marta tadbirkorlik
bilan jinoiy ish ochgan tashkilotni nazoratini o'zim olaman. Jinoiy nima dedi? Tadbirkorlikda nima dedi? Jinoiy ish bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar ham hech shu tadbirkorni tekshirish bilan ishini qiladi. O'zini ishi bilan shug'ullansin hammasi. Hamma o'zini aravasini o'zi tortsin. Men o'ylayman, bu yerda aqlli odamlar o'tiribdi, vaqt bo'ldi endi. Biz juda ko'p odamlarni ko'rdik. Voy, ayniqsa men ko'rgan narsamni, Xudo menga umr bersa, men ko'p narsalarni aytaman sizlarga. Bu sabilni ichida gap juda ko'p, lekin hozir odamlar uni kutib turmaydi. 2 yil tekshirmaymiz. Juda og'ir masala. Albatta 5 qo'l barobar emas. Ko'p tadbirkorlar qonunni bajarmaydi, uni ham men bilaman. Lekin endi mas'uliyatni prokuratura bilan Tadbirkorlar palatasi, tadbirkor jinoyat qildimi? Jinoyatni qanday qo'yish qilindi? Tadbirkorlar palatasi aytadi, biz o'zimiz ularni aytib, keyin mayli qanday og'ir bo'lmasin, shunda qamaymiz, emasa qamamaymiz. Nima uchun? Agar tadbirkor jinoyat qilmasa, qamash mumkin emas o'zi. Shuning uchun har bir tadbirkor, mana butun elimiz eshityapti. 2 yilga tadbirkorlikni umuman tekshirish man etilishini joriy qilmoqchiman. Nima uchun? Ko'rasizlar, 2 yilda vaziyat o'zgaradi, byudjet ko'payadi, odamlar o'sadi, tadbirkorlar paydo bo'ladi, chetdan investitsiya keladi. O'shanda biz ularga qarab qonunni o'zgartiramiz, olam guliston. Shuning uchun men deputatlarga aytyapman, sizlar ham bir qo'llaringni bugun maylisni qilib ertaga zo'r gapir deb o'tirmanglar. Sizlar ham kurashlari kerak. Bu kurash bu. Kurashga tayyor odam, kurashgan odam yutadi. Kurashinglar sizlar ham deputatlar. Kurashga tayyormisizlar yo'qmi? Mana biz prezident qoshida ombudsman tadbirkorlarga mana kecha Toshkent viloyatini aynaldi. Ana shu tashkilot tadbirkorlar palata, o'sha ombudsman hamma o'sha jinoyat bo'ldimi ularga berasizlar. Juda sizlarga birov taziq o'tkazmaydi endi hech kim. Hammalaring aytasizlar, falon tashkilot nazoratda. Nazorat prezidentda bo'ladi endi. Qanday achchiq bo'lsa ham shuni aytayapman. Yo'q nazorat. Nazoratni ko'priklari yo'q endi, kuygan. Mana shuni biz agar ertangi kunimizda yashashni xohlashsak, ertaga erkin raqobat, tadbirkorlik, byudjet, vatan, ana shu vatanda sadoqat bilan xizmat qilsak, shu narsalarni men aytmasam hech kim hech qachon aytmaydi. Yuraveramiz hammamiz hech bola ko'rmagandek. Hammamizga Xudo bor. Men buni hammasini bilaman o'zim. Kimni kalavani uchi qayerdaligini ham bilaman. Hokim bo'lsalaring tortinglar endi. Mana men kecha 2 ta hokimni almashtirdim, 3 oy bo'lsa. Xafa bo'lmanglar, men birovni almashtirishdan yiroqman. Tortmaysizlar. Shuncha imkoniyat. Men hokim bo'lganman, 1 yil, 2 yil emas, 10 yildan ko'p. Bizda bironta hokim, bironta imkoniyat yo'q edi. Men bepul 10 yil paxta qilganman. 1 so'm bermaganman bu yerda o'tirganman hisoblab. Na shudgorga, na salarkaga, na paxtaga, na hasharotga 1 so'm pul bermagan. Men bir marta oylik berib paxta tergizmaganman. Bu hamma qarorlar alamim bor meni. O'zbekistonda shunday qo'rqilishga hech kimda haqqi yo'q. Bitta noinsof shuncha qo'rqildi o'sha Minfinda o'tirgan. Shuning uchun endi tadbirkorlar deganimizda ertangi kunimiz bu. Ana shu yangi hayotni boshlayapmiz. Men nima uchun 1 yil xalq bilan muloqot qildim? Men eshitdim ularni 1 yil. Ulardan talab ishchi joy deyapti. Men ishchi joyni katta, kechirasiz, 4 milliard dollarlik agar biz katta korxona qilsak, eng ko'pda 1000 kishi ishlaydi. Bizga millionlab ishchi joylar kerak. Kim qiladi buni? Faqat tadbirkor qiladi. Yana bir marta aytaman. Agar qaysi jinoiy javobgarlik, iqtisodiy jinoyatga kim birinchi ochgani bo'yicha o'zim nazoratga olaman 2 yil. Qanday qiyin bo'lmasa ham o'zimga odam olaman, sobezim bilan o'tirib, qani iqtisodiy jinoyatga kim qo'l qo'yadi? Korrupsiyani boshlig'i qo'l qo'yadi. Korrupsiya qilgan odamlar qo'l qo'yadi iqtisodiy jinoyatga. Hamma o'zini ishi bilan shug'ullansin. Hozir o'zini vazifasini bajarmayapti. Korrupsiya ko'p soliqda. Juda ko'p. Mana men oddiy tekshirishlar qildim. Bitta soliqni kattasini yubordim Payariq rayoniga. 3 soat ichida 95 million. Bitta Mirzo-Ulug'bek rayonida 17 milliard. Bitta Samarqandda 40 milliard. Hammasi o'zi soliqni kattalari yurib topayapti. Oldingi oy bu pullar kimga ketdi? Korrupsiyaga ketdi.